silkinish borda, zirillash bor mashinada. Tez yemirilib ketadi, rezinka yirtilib ketadi. Bitta akamiz aytibdilar, "Muncha ko'p gapiribsiz, ishni ham ko'proq qiling" deyishibdi. Ko'rdilaringmi mana? Usti alyumin, ichi plastmassiy. Mana shu zirillashlar hammasini yo'qotib, chiroyli qilib qilib beramiz, jonli hisobimiz. Mashina juda ham qattiq, zirillashlar bor. Bunaqangi strukturadagi avtomobillarda deyarli hammasi Captiva 5 dan tashqari qattiq. Deylik, samokat bo'lsa, ustiga qurilganda silkinish borda, zirillash bor mashinada. Hozir mana shu zirillashlar hammasini yo'qotib, chiroyli qilib qilib beramiz. Videoga like bosib, iloji boricha videoni qisqaroq qilishga harakat qilaman. Siz zeriktirmayman, emotsionalniy, chiroyli video bo'ladi inshaalloh. Jonli hisobimiz. Do'stlar, bo'lmasam biz boshladik. Arqanda turgan trekkerni chiroyli qilib hozir yumshatamiz. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Deylik 60-70% o'zgaradi, mashina yumshoq bo'ladi. O'sha aytganimizdek quyma rezinkaga o'tkazib olamiz hadovoylarimizni. O'zining plastmas bo'ladi. Kuzatib tursalaring, uni ko'rsatib boraman. Aytgancha o'tgan safar aytishdiki, detallarni alohida ko'rsating deyishdi. Aynan detallari bilan ko'rsataman. Biz boshladik masa, jonli hisobimizni videoga bitta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Oldi kalotkalari ham oxirlab qopti, buni zavodskoy ekan. Yangi qo'yish kerak buni. Biroz egalariga aytib qo'yamiz. Qo'yish kerak desa qo'yaramiz, buni ham muammosi yo'q. Ana shunaqangi ba'zan yechilganda bitta-ikkita detallar chiqib qoladi. Aytib o'tganimdek, Tracker Onyx bir xil, richag vtulkalari bir xil. Shuning uchun ikkoviga ham bir xil tushaveradi zapchasi. Mana bitta richag chiqarib oldik. Hozir endi ikkinchisini ham chiqaramiz, xudo xolasa. Xo'p, ikkinchi richagimiz ham chiqdi do'stlar, mana. Ikkovi ham tayyor. Hozir ikkalasiga vtulkani bosamiz. Ko'rsatib ketaman, ikkovini vesini hamda og'irligini, holatini ko'rasizlar. E'tibor bersalaring, mana bu Cobaltga yo'nib qo'yilgan, ozgina olib tayyor qilib qo'yilgan richagga razmerlarni olib, mana o'ziniki bu radnoy o'zidan chiqqani. Juda ham og'irligida farq katta, sezilarli darajada bu alyumin o'ziniki. Shuning uchun Cobaltni qoqamiz, bu ancha yumshatadi mashinani. Chuqurlarga tushganda yamalarni yutishi oson bo'ladi. Diqqat qiling, bu Koreyadan chiqadi. Xitoydagina qo'ymaymiz. Shu, hozir endi jarayonni ko'rasizlar. Aytgancha o'g'lim ordiq kunlarida yordam berib turadi, kelib menga qarashadi-da, ham hunar o'rganadi. To'g'rimi o'g'lim? Qani? Voy, mana shakalat bo'ldi do'stlar, qaranglar. Teshiklarni ham o'zini o'rniga qo'ydik, mana. E'tiborli bo'lish kerak. Chotki bo'ldi, xudo xolasa. Tayyor. Chiroyli qilib artib, tozalab, qoraytirib joyiga qo'yamiz. Bu hamma mashinaga ishlaydi bu. Faqat ijtimoiy tarmoq uchun emas. Aynan o'zimiz mana shunaqa ishlaymiz, rohatlanamiz, mazza qilamiz. To'g'rimi o'g'lim? To'ppa-to'g'ri. Artyapsizmi? Arturi. Qop-qora bo'lib, chiroyli bo'ladi, qilgan ishimiz bilinadi. Usta qo'lini tekkizgan. Sizlar nima dedilaring? Fikrlaringni kommentariyaga yozib turinglar. Biz davom etaveramiz. Richaglarimiz tayyor. Otaxon mazza qilib endi yuraveradilar. Mana oldini endi joy-joyiga kiygizamiz. Ketdi bo'lmasa. Richagimizni boltlarini akkuratga qo'yib oldik. Bir tomonimiz tayyor, xudo xolasa.
tayyor. Mana shu Saydin blok haqida, Salni blok haqida yoki mana shu Salni blok haqida kimdir Salin blok deydi, kimdir Saydin blok deydi, masalan kimdir Salni blok deydi. Men Salni blok deyapman, aslida biz Qo'qonda hamma Saydin blok deydi. To'g'risida jaydari qilib. Endi tushunilyapti-yu, kimdirlar shu haqda ham gapiribdi, buni nomlash kerak buni. Tushunyapsiz-ku, biz o'zimizni jaydari, o'zimizni shevada gapiryapmiz-da. E'tibor bermaysizlar bu narsaga, lekin tushuncha bo'lyapti. Endi zashitni joyiga tiqamiz. Hop, stopperni joyiga qo'yamiz mana. Hop, detallar hech qanaqangi o'zgarish bo'lmaydi. Hammasini o'zini o'rniga, joy-joyiga akkuratni qilib qo'yamiz. Oldi tayyor endi. Balonlarni kiygizib, orqaga o'tamiz endi. Bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqqa chiqqaningizdan keyin ba'zi insonlar molni yo'q qolar ekan. O'zini bilmaganlikka olib, nimami, bunaqa. O'zi hamma videolar ko'radi, like bosmaydi, kommentariy ham kirmaydi. Siz uni ko'rgan bilmaysiz, lekin sizdan so'raveradi. Agar ijtimoiy tarmoqqa kimdir video qo'yib boshlab turgan bo'lsa, men shuni aytib ketaman. Tanish bilishlardan ko'p ham umid qilmanglar. Iloji boricha 100% bo'lsa, maksimal 10% sizni qo'llab-quvvatlaydi. Qolgan 90% sekin kuzatadi. Oldi tayyor do'stlar. Xo'p, bo'lmasa do'stlar boshladik. Kraskalariga ehtiyot bo'lib yechamiz. Diskani kraskasiga zarar yetkazmasdan mana oldi. Bitta ABS bor. ABS datchik, tormoz trubkalar uzamiz. Rushnoy trost uzamiz. Amortizatorda ikkita boltini yechamiz taydagi hamda alqabalga, ya'ni cho'lokni ikkita boltini yechamiz. Cho'lok chiqadi, pressda chiroyli qilib qoqamiz. Endi ko'tar amortizatorlarni yechamiz. Undan keyin cho'lokni tushirib, tulkani chiqarib, quymani joyiga qoqamiz. Samarajlarni bo'shatib olamiz. Arasiga, chunki puli tushishi uchun. Pomochnigim ham zo'rda, pomochnigim. Katta pomochnik, xudo xolasa yonimga kiradida bu ham. Ko'rinyaptimi? Yordam berib turibdi, ko'zi pishyapti, xudo xolasa. Fizika qonuni bor-ku. Kuchdan yutaman desang, vaqtdan yutqizasan. Vaqtdan yutaman desang, kuchdan yutqizasan. Prujinlarimiz chiqdi. Aytib o'tib ketaman. Prujinani kobel tikini qo'yishda ko'p ham tavsiya bermayman. Yumshoq bo'lishi mumkin, lekin orqaga odam chiqadigan bo'lsa, u zarar bo'lib qoladi-da. Shuning uchun foyda bo'lishi uchun albatta prujina o'zi qoladi. Amortizator almashtirib orqa cho'lok turgan qo'ysak, prujina o'zini qolgani menimcha zo'r bo'ladi-da. Xudo xolasa hammasini shunaqa qilyapmiz. Endi men bir kishini yordamga chaqiraman. Menga yordam berib yuboradi, cho'lok pastga tushirib olamiz. Keyin akkuratni olamiz. Akkuratni pastga olamiz. Davay. Aynan mana shu urushlarda mashinangizda bo'lishi mumkin edi, turgan joyida. Mana nimaga pastga yechib olamiz. Ko'rdilaringmi mana? Usti alyumin, ichi plastmassiy. 10xlarda to'laligicha alyumin o'rnida ham plastmas bo'ladi. Endi bu mashina sal og'ir, shunga ozgina alyumin qo'shishgan. Endi biz nima qo'yib beryapmiz? Bunga Nexia 3 ni quymaligidan qo'yib beramiz. Ko'rsalang bo'ladi. Ustiga qoplamasi bor. To'la rezinkali. Bu ancha yumshoq qiladi mashinani. Detalga to'xtalmabsiz deganlar uchun mana sizlarga ko'rsatib ketyapman. O'tgan videoda aytganlaringcha mana. Tashqaridan qoqilgan ko'ziniki, zazori bor, rezinka qavati bor. Shuning uchun buni ichkaridan qoqamiz. Aynan mana shu chiqqan qismi o'shani mana shuni o'rniga to'g'ri kelaveradi. Hamma narsa hisob-kitobi olingan. Buni juda ham ko'p miqdorda qo'yganmiz. YouTube'ga endi mana ko'rsatib boryapmiz. Ko'rsating deganlar uchun. Ketdik bo'lmasa.
joyiga tayyor qilib qo'ydik, ko'rsalar ham bo'ladi. Endi nima qilamiz? Endi prinsiplarimizga xilof ish qilmaymiz-da, albatta bitta tozalab, keyin qo'yamiz. Bu bizi imzomiz deydi-yu, ana shunaqangi narsa. Hozir endi buni chiroyli qilib qoraytirib qo'yamiz. Bizi qilgan ishimizning imzomiz albatta bo'ladi. Hop, endi amortizatorni yechib olamiz. Olib tashlaymiz amortizatorda. Обязательно o'ziniki bo'sh bo'ladi. Hop, mana. Bitta ko'rasizlarmi qiziqishga? O'zini amortizatori mana. Juda ham bo'sh bo'ladi o'ziniki, mana chiqishini ham ko'ryapsizlar. Bunga endi mana shu amortizatorni усиление qilingan. Shuni qo'yib beramiz mana. Ishlashi zo'r, xudo xolasa inshaalloh. Xo'p, amortizatorning shu tepasini ushlab turib yechib olinadi 15 ключ bilan. Bu aslida Nexia'ning amortizatorining ключi zanglab ketibdi. Xo'p. O'zini amortizatorini olib tashlashimizga sabab mana shu. O'ziniki juda ham bo'sh bo'ladi. Qo'yib yuborishi ham jicha qattiq bo'ladi, shuning uchun dapillab tushadi chuqurlarga. Ab hozir bu amortizator qo'yganimizdan keyin inshaalloh zo'r bo'lib qoladi. Chiroyli qilib artib tozalab qo'yamiz. Oldin aytganman, bu udar qaytaradi. Zarbani qaytaruvchi narsa. Udarni rezinka deyishadi, отбойный rezinka deyishadi ustakalarimiz. Xullas, vazifasi amortizator tagiga urib qo'ymasligi uchun ishlaydi. Ikkinchi amortizatorimiz ham chiqdi. Holatini tekshiramizmi o'zinikini mana. Mana, ko'ryapsizlar-ku? Holati bo'sh. Mana shu amortizatorni qo'yamiz mana ishlash. Udar qaytaradigan rezinkamiz. Prinsipimizga qarshi ish qilmaymiz, albatta tozalab, qoraytirib. Bo'ldi. Tayyor. Xudo xohlasa inshaalloh ikkinchisi ham tayyor bo'ldi. Endi cho'logimizni qotirib olamiz. Xo'p, cho'logni nimaga ko'tarib qo'yib qotirishimiz sababini yana aytib o'tib ketaman. Sababi pastga tushgandan keyin mashina baloni mana shunday holatda turadi. Agar osilgan holatda qotirib qo'ysak, rezinka buralib qoladi, kuch keladi va undan tashqari tez yemirilib ketadi, rezinka yirtilib ketadi. Shuning uchun cho'logni tepaga ko'tarib turib mana narsamiz bilan keyin qotiramiz. Bu ustalarga ham eslatma bo'ladi. Videoda qanaqadir nuqsonlar bo'lsa, agar kommentariyada yozib ketinglar. Biz uchun juda ham muhim. Sizlarning fikrlaring inobatga olinadi. Biz sizlar uchun ijod qilamiz. Sizlar ko'rmasalaring umuman foydasi yo'q-da. Shuning uchun albatta fikrlaringni yozinglar. Ana cho'logimiz qotdi. Men sizlarga hozir uzmasdan ko'rsataman holatini. Qaranglar. Nimaga rezinka qo'yganimizni oddiy qilib ko'rsataman men sizlarga. Mana ko'ryapsizlarmi? Rezinkani qanaqangi? Mana shu narsa bizni avtomobilimizni ancha yumshatadi. Ana shuning uchun biz rezinkali, to'la quymali qo'yapmiz. Elastik cho'ziladi, ko'proq bo'ladi-da. Shuni hisobiga mashina yumshoq yuradi.
Endi tayyorlab qo'ygan amortizatorimizni o'z o'rniga qotiramiz. Amortizatorimiz. Endi joy-joyiga qotiramiz. Ketdik bo'lmasa. Trekkerlarga 1.300.000 so'mdan standart yumshatib beryapmiz do'stlar. Buni ham videoning ichida aytib o'tib ketmasam, sal xayolimdan ko'tarilib qolishi mumkin. Mana aytib o'tib ketdim, xudo xolasa. Onyximiz $100, 1.200.000, trekkerlar 1.300.000 so'm. 100.000 so'm farq qiladi. Arqa cho'logida narxida ozgina zazorimiz bor. Shuning uchun Xo'p, endi yechgan joylarimizni akkuratni o'z o'rniga qo'yamiz. Xo'p, do'stlar, tayyor bo'ldi. Bitta tekshirib qo'yamiz. Xo'p, rushnoylar joyida, trosimiz o'zini o'rnida, tormozlarni uladik. ABS sistema hammasi, datchiklar joy-joyida, prujinalar o'zini o'rnida. Endi balonni qo'ysak ham bo'laveradi. Xotirlay turganda albatta tez-tez qaytaramanki, bu videoni shogirdlar ham ko'radi-da, yosh ukalar ko'radi. Kuzatib turganlar bor, biz buni his qilib turibmiz. Shuning uchun mana ko'ryapsizlarmi? Oldin olib borib olyapmiz oz-ozdan. Mana endi tayyor bir tomoni. Datchiklarimiz qotdi. Endi masala tormoz ikkinchi tomoni. Buni ham xuddi joyiga ilib olamiz. Ikki rezba qolganda shilingni ochib qo'yib yuboramiz. Stoperini joyiga tiqamiz. Jitks bemalol oqib chiqishiga qo'yib beramiz. Mana. Kutamiz, jitks oqmasa, oqishni boshladi jitks. Endi bemalol tortsak bo'laveradi. Hamma vaqt shuni ishlayman. Tormoz bilan ishlaganimda hozir mana jicha havo bor ekan, ozgina ko'pik chiqdi. Hamma vaqt shuni ishlaymanki, tormoz ulaganda kachka qilib bosing deyishgacha olib bormayman, iloji boricha, lekin bo'lib qoladi shunaqada ham. Qachondir ichida ko'pik qolib ketsa, o'shanda baribir bitta chiqarib yuborishga to'g'ri keladi. Bu juda ham muhim narsa-da. Tormoz narsasi juda ham nozik narsa. Shuning uchun tormozga ahamiyat berish kerak. Ichida o'sha ko'p qolib ketgan havo, kichkinagina ko'pik bosganingizda eziladi-da, tormozni zazori ko'payib ketadi. Ya'ni uzoqroq bo'lib qoladi tormoz. Ana shuni hisobiga havo chiqariladi. Endi buni joyiga qotiramiz mana. Bemalol ruxsat berdik. Havolar chiqib oldi. Bismillahirrohmanirrohim. Qarab qo'yamiz. Rushnoylar joyida, ABS datchiklar o'zini o'rnida, tormozlar o'zini o'rnida, hamma joy qotdi. Endi joyiga qo'yamiz o'zini o'rniga. Bismillah. Akalar, bu ishimiz ish yakuni xudo xolasa. Bering o'g'lim. Mana. Endi mashinani tushirib test drive deydimi? Ana shu narsani amalga oshiramiz. Shu bilan egalariga berib yuboramiz mashinani. Tayyor bo'ladi. Otaxon mazza qilib haydavorlar. Dadalariga mana chiroyli narsa qilib berdilar. Bizga olib kelgan odam dadalarining mashinasida bu. Chiroyli qilib mana. Menimcha moyka ham qo'rsa kerak endi. Hamma joy kirib ketgan ekan. Tayyor, xudo xolasa. Do'stlar, mana mashinamiz ham bitta. Dadam shu mashinani sizlar uchun tuzatib berdik. Endi shuning uchun like bilan podpiska bosib qo'yasiz. Bo'ldimi? Gap yo'q. Bu ham bir narsa gaplarim bor dedi, mana o'sha gaplarni aytdi bu. Yaxshi ko'radi-da bu hali. Bir nima deyishda bu ham. Kichkintoy. Bo'ldi, mashinani tushiring o'g'lim. Hop. Do'stlar, xudo xolasa mashinamiz tayyor bo'ldi. Yurib ko'rgan chiqdik mana. Endi politsiyskilardan o'tib ko'ramiz.
Yo'limizda politsiyaskilar bor. Hamma to'xtab o'tadi. Biz sal sekinroq o'tamiz, lekin tormozsiz o'tamiz bundan. O'zgarish bo'ladi, o'zgarish bo'lmasa qilmaymiz-da. Odamlar atadagi o'zgarish bo'lmadi. Chotki, xudo xolasa, endi ikkinchisi. Birinchisidan o'tdik. Yoshi katta odam minganlar uchun mayda-chuyda ba'zi narsalar bor ekan, o'zlariga qulaylik qilib olishgan ekan. Shular sal shiriqlagan bo'lishi mumkin. Lekin xudo xolasa zo'r. Mana endi ikkinchisi. Mana akalar o'tishi. Biz bez tormoz o'tyapmiz-da, hech kim bez tormoz o'tmaydi, lejayishi politsiyaskilar albatta tormozni bosib keyin o'tishadi. Do'stlar, mashinamiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Mana endi maza qilib Mino'rallar akamiz. Endi qo'limdan kelgancha harakat qildim videolarda, berib borishga harakat qildik-da endi. Inshaalloh rivojlanib boraveramiz. Qo'llab-quvvatlash sizlardan. Biz rivojlanib, yana ham yaxshiroq, sifatliroq, yaxshiroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Iloji boricha videolarimizdagi xato kamchiliklarni ham to'g'rilab boraveramiz. Kommentariyaga agar yozgan bo'lsangiz, albatta xursand bo'laman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.